Kimning? Mana navbatim. Wow, fan navbatingchi. Bolalar. Kim uylanishini men aytaman. Bugun meni to'yim, shu to'yni chiroyli o'tkazib yuboring. Baribir men uylanaman. Hadi ko'ramiz. Pul yuborishda kechasimi, kunduzimi, endi buni farqi yo'q. Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz, navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yubormobil ilovasi 24 ga yetdi. Sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi. Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir. Bir yo'l o'chirib oladi, yuborib qo'yadi. Azor aka nima gap? Kim chaqirayapti aka sizni? Davleniya qilaman, qani ko'zlarim qisarib, qovoqlarim ishyapti. Ajalimdan 5 kun oldin o'ldiradi askar. Sog'lar. Hozirgina She told you she celibate, but she told me I could nail her shit.